Mana yangi magazinga ham keldik mana. Ochilib. Narxlar qanday, Aka, narxlar Husanjon? teng bo'lib turibdi aka, qarang. Bitta bir olasiz, bittasi tekin hozir. 100 mingga bitta bir olasiz, bittasi tekin. Молодец. Bepul bittasi. Gap yo'q. Bunday sharoit hech yerga yo'q. Bitta futbolka olasiz, Ha. bittasi tekin yana, bu ham. Tekinga bittasi. Bittasi bepul. Xohlagan futbolka. Mana dvoykani bor aka. Mana. Hamma narsa bor, kelaversinlar. Mana boss nima ekan? Butik. Bossa butik. Bossa butik. bozorda. Moshin bozorida atrofida, ha? Mana bular 150 mingdan. Xohlagan dvoykalar. 200 gramm sotilgan. Mana aka. Mana dvoykalar ko'rishlar. Mana kelaveryapsizlar. Eng arzon narxi sherga ekan. Akamizga ham bitta futbolka, bitta buruq qilib berdi. Молодец. Narxi qanday? Aka o'zida turadi. Yaxshi, juda yaxshi. Yo'da qidirib topib bo'lmaydi bu narxga. Mana nasklar tinta. Nasklar ham bor ekan. 45 yil garantiyasi bu. 45 yil, ha? Bitta naskini. Shunday ko'chadan bitta olib jo'nataman aka. Ko'cha qani ko'cha? Ko'chani topib olaylik-da birinchi. Tuflilar ham bor ekan, mana patinkalar. Patinkalar tintalar bor. 150 mingdan ketadi. Yo'q-e? Shatalar bor, 35 mingdan ketadi. 35 ming mana shataylar. 35 mingga shatay. Gap yo'q, Husanjon. Siz eng zo'ri siz akasiz hozir Qashqadaryoga. Qarshini atrofiga topolmaydi bu narxga. Hech shakka. Xitoy yana Timboli. Xitoy. Qayerga olib ketyapsiz bu kiyimlarni endi? Husanjon? Mana adres ko'cha. Qilsa qani u qayerga yozilgan adres? Bossa butik mana. Ha? Manzil mana. Moshin bozordan o'tgandan keyin Qashqadaryoga yetmas. Ha. Bo'ldi, hozir aytamiz. Kelaveradi, kiyimlarni beraverasiz. Bitta qo'shib berasiz, ha? Bitta buraya, bitta futbolka hammasi. Bo'ldi, hammasi bor aka. Kelaversin bo'ldi. Gap yo'q sizga Husanjon. Qaynaykasiz o'zizdan. Qaytmang.